Ismim Shahzod, biznes analitikman. Roboselda sotuv bo'limini tizimlashtirish bilan shug'ullanaman. Hozir ko'rib turgan videolar, hozir ko'rib turgan обучениyalarni ham men tayyorlayapman. Shu yerdan bitta narsa kelib chiqadi. Men nazarimda важный narsa. Обученияni ham o'rganish kerak. То есть, qanaqa qilib o'rganish kerakligini ham o'rganish kerak. Как обучаться, тоже нужно учиться. Ko'p amerikanskiy yoki yevropeyskiy universitetlarda, oldi universitetlarda o'rgatishadi, qanaqa qilib обучаться qilish kerakligini. Ularda endi ko'p перечни bor. Misol uchun источниклар internetdan qanaqadir statyalarni o'qiyotgan bo'lsangiz, источникларni tekshirishingiz kerak, kim yozgan, qayerdan yozgan и так далее. Hozir tем более искусственный интеллект ko'payib ketganligi uchun bu narsani tekshirishni ham o'rgatishadi. Вот. No, uni ichidan mana shu qanaqa qilib o'rganish kerakligi degan joyidan men ikkita narsa o'zimga olganman. Важный deb hisoblayman shu narsalarni. Bular ikkita narsadan iborat. Birinchisi, kimdan o'rganib u odamni avtoritet deb hisobladingmi, yo'qmi? O'rganayotgan odaming sen xohlagan rezultatga chiqqanmi, yo'qmi? Yoki sen endi bosib o'tmoqchi bo'lgan yo'lingdan уже yurib bo'lganmi, yo'qmi? Agar yurib bo'lgan bo'lsa, o'shanda dальше keyingi ikkinchi punkt, birinchi o'chirtda kimdan o'rganyapsan? Menga keladigan bo'lsa, oxirgi 4 yilda непосредственно sotuv bilan shug'ullanaman. Faqat sotuvni o'zi bilan emas, 15 tacha biznesda ishlab chiqqanman, управляющий должностlarda. Так, там цветочный бутик, агентство недвижимости, магазин женской одежды, офлайн, онлайн, школа шахмат, yarim yilda 6 ta filial ochganman, studiya yogi, minusdan 4 oyda plusga olib chiqib, примерно 1 yilcha bitta уровеньda ushlab turganmiz. Оздоровительный центр rob bo'lib ishlaganman, 12 ta xodim boshqarganman и oxirgi ketayotgan oyimda 4 ta xodim bilan 270 million kassa qilganmiz, vыручка qilganmiz. Tak, hamma biznes kurslarda, qaysi biznes kurs birinchi o'chirda sotuv deb bilishadi. Birinchi o'chirda sotuv kerak deb bilishadi. Chunki biznesda eng главныйsi ikkita narsa, почти eng главныйsi ikkita narsa, bu produkt va sotuv. Produktni yaxshi qilsangiz, bu yo'g'ida u produkt qanchalik yaxshi bo'lmasa ham sotishni ham bilish kerak bu narsani. Keyin shuncha обучение o'tkazaverib, stajyorlarga обучение o'tkazaverib, bitta narsaga kelganman, to что birinchi очередьda sotuv nimaligini tushunishimiz kerak. O'zi sotuv so'zi ma'nosi, kelib chiqishi, kim qanaqa tushunishini bilib olishimiz kerak. O'sha narsani tushunib olishimiz kerak deb bilaman. Endi orqaga qaytadigan bo'lsak, ikkinchi punkti, обученияni qanaqa qilib обучаться qilish kerak degan punktiga open mind deyiladi. Miyani bundoq ochiladi. Agar o'zingizga tanladingiz, nastavnik tanladingiz, ustoz tanladingiz, u siz xohlayotgan natijangizga erishgan, siz endi bosib o'tadigan yo'lingizdan уже o'tib bo'lgan bo'lsa, o'zingizga avtoritet deb bildingiz u odamni, endi eng главный narsa qilish kerak. Ikkinchi punkt. Open mind, miyani ochiladi, nima desa ham, ustozingiz nima desa ham hammasiga xo'p deb ko'nib, qabul qilib, uni o'zingizga yoqmasa, opatingizni, убежденияларingizni o'chirib turib, miyani obnulit qilib, nolga tushirib, ustoz nima desa o'shani qilish kerak. Yoki ustoz nima desa o'shani qabul qilish kerak. Ha, shunaqa ekan deb. Chunki уже o'zingizga avtoritet deb hisoblab oldingiz. Bu degani bitta primerda tushuntiraman. Misol uchun sport zalga bormoqchi bo'lsam, nakachаться qilmoqchi bo'lsam, o'zimga trener tanlayman. O'zimga trener topaman. O'sha оценить qilaman. Tam nimadirda o'zi qorni chiqib yotmayaptimi, misol uchun, вот. O'sha narsani ko'raman, оценить qilaman. Bu rezultatga, bu chiqqan rezultatga men ham chiqa olamanmi yoki boshqa ucheniklarni ko'raman. Boshqa ucheniklar ekanmi, значит, men ham xohlamayman kachok bo'lishi, shunda o'rgana olar ekanman. Xo'p, birinchi darsiga keldim, birinchi занятиеga keldim. Menga nima deyapti? Sport zalga abonement sotib oldim. Trenerni anaqasiga oylik to'lovini qilib qo'ydim. Men обучениеga kelganimda, yoniga занятиеga kelganimda menga nima deydi? Отжимание deydi. Отжимание, beg и там qanaqadir гусиный шаг misol uchun. Shu narsani aytadi. Nob bir tomondan o'ylashingiz mumkin. Men senga обучениеga to'ladim, abonementga to'ladim. Shu yerda shuncha trenajyorda turib, nimadirda, просто отжимание qilishni qoldirolsam, отжимание haqida pul to'lamasdan и так далее, YouTube'da ko'rib qilsam bo'ladi. Nimaga oldim deb o'ylashingiz mumkin. No, u biladi,
То, что siz пока shu o'rindasiz, то, что hozircha обучение, hozircha отжиманияni o'zini qilib turishingiz kerak. Keyingi trenajyorlarga keyin o'tasiz. Yoki yaxshi trenajyorlar, har xil trenajyorlar bo'lsa ham 3 oy, 4 oy, 5 oy, yarim yil davomida sizga oddiy trenajyorlarni berib, oddiy trenajyorlarda trenirovka qildirtirishi mumkin. No baribir rezultatga kelasiz. U sizni направлять qiladi, siz rezultatga kelasiz. O'shanda miyani o'chirib turib, men nimadir pul to'ladim abonementga, nimaga men anjumaniya qilishim kerak degan narsani olib tashlasangiz, maqsadga muvofiq bo'ladimi? Mana shunaqa qilib o'zbekchada aytiladi. O'shanda birinchisi avtoritet, kimdan o'rganyapsiz? Ikkinchisi o'rganishga tayyormisiz? Bo'ldi, miyani o'chirasiz, hamma eski opitingizni chiqazib yuborasiz, yangi narsani o'rganasiz. Вот. Endi дальше продолжить qilamiz. Birinchi temamiz eng главный deb hisoblayman. Sotuv o'zi nimaligini tushunib olaylik. Tak, endi sotuv bu nima degan savolga keladigan bo'lsak, birinchi o'chlikda o'zingizlar qog'ozingizga yo telefoningizga yozib qo'yayotgan bo'lsanglar, bu chenani konspekt qilib o'zingizlar shu savolni berib, javob berib ko'ringlar. Sotuv siz uchun nima deb tushunasiz sotuvni? Videoni to'xtatingda, o'zingiz savol berib, javob berib ko'ring. Buncha mana bunaqa javob berishadi. Tovar bu mahsulotni yoki xizmatni pulga alishtirish deb bilishadi, deb javob berishadi. Yoki marketing, mijozlarni jalb qilish deb bilishadi. Tam aksiya, skidka, reklama qilinadigan bo'lsa, bu sotuv deb bilishadi. Texnически bu to'g'ri. So'zni ma'nosi texnически to'g'ri. No, men o'zim uchun so'zni ma'nosini определениясini o'zimga o'zgartirib, o'zimga qulayroq qilib tushuntirib olganman. Men uchun sotuv odamni jalb qilish. Продажа равно вовлечение человека во что-либо. Odamni jalb qilish. Bunga nima kiradi? Faqat odamni tovar sotib olishga jalb qilish emas, uslugaga jalb qilish emas, bir usluga taqdimot qilishga jalb qilish emas, balki g'oyani sotsa bo'ladi, maslahatingizni sotsangiz bo'ladi yoki o'zingiz sotsangiz bo'ladi даже. Agar primerlarga keladigan bo'lsak, qanaqa primerlar? Bu jalb qilish misollari. G'oyaga keladigan bo'lsak, biznes g'oya. Kinolarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, biznes bo'lmasdan turib, biznes ochmasdan turib, просто g'oyani salfetkaga yozib, investitsiya tortib olishligi mumkin. Investorga borib turib, pul tortilishligi mumkin. То есть bu yoqda уже biznes будущийni sotishdi, g'oyani sotishdi. Yoki islom dini, Muhammad sollallohu alayhi vasallam hech kim ko'rmagan xudoga hammani jalb qilgan. Почти hammani. Vaqtlar o'tib, odamlar ko'payib ketib, hamma islom diniga o'tib ketsa, butun dunyoni hech kim ko'rmagan xudoga jalb qildilar. Bu primerni eslab qolinglar, chunki keyingi videolarda bitta qaytamiz, yaxshiroq tushunib olasizlar. Maslahat, misol uchun do'stingizga yoki dugonangizga maslahat bersangiz, maslahatingizga quloq solmasa, yana qattiqroq etib, oxirigacha quloq solishiga xohlab, mana shunaqa qilib gaplashasizlar do'stinglar bilan. Maslahatni ham sotasizlar. Qaysidir ma'noda fikr o'tkazish yoki fikr o'tkazish, tam prava kachach qilish deyiladimi, boshqa deyiladi. O'sha narsa sotuvga kirsa bo'ladi, sotuvga kiradi. O'zingiz sotish ham sotuvga kiradi. Misol uchun siz собеседованиеga kelganingizda, men bilan o'tganmisiz yoki boshqa bilan o'tganmisiz собеседованиеda o'zingizni sotasiz, o'zingiz haqingizni aytib berasiz, chiroyli qilib aytib berasiz, o'zingizni sotasiz. И men в свою очередь продаю компанию, sotuv kompaniyani sotaman, yaxshi условияlar senga yoqadi deb sotaman, vakansiyani sotaman, mana bunaqa ish qilasan deb qiziqtirib sotishga harakat qilaman. Mutaxassislar, misol uchun qanaqadir ekspertlar o'zini shaxsiy brendi orqali sotishadi. Uslugasini yoki qaysidir tovarni, bir nimasini shaxsiy brend orqali sotishi mumkin. Bu hammasi sotuvga kiradi. Почти mana shu maslahat, o'zini o'zi sotish yoki tovar sotish yoki usluga sotish jalb qilishga to'g'ri kelyapti. Shunaqa ma'noda tushunadigan bo'lsak, ko'pincha nima deydi, xato tushunib qolishadi sotuv nimaligini. Bu yana bir bor yaxshilab tushunib olish uchun oziq-ovqat do'konidagi sotuvchi, u sotuvchi emas, u kassir. Siz olib kelasiz, tovar olib kelasiz, u просто pробить qilib beradi, pulingizni oladi, и все. Texnika do'konidagi sotuvchi, u sotuvchiga kirib ketaveradi уже. Chunki u yoqda
продавец konsultant bo'lib chiqadi. Продавец konsultant bu yoningizga keladi, yordam beradi, nima tanlash kerakligini, tovar xarakteristikalarini aytib beradi. U yoqda jalb qilishga tushadi. Sizni joyingizdan kelib chiqib, uyga olmoqchisizmi, uyga olasizmi, ofisga olasizmi, o'sha texnik xatga olayotganingizdan kelib chiqib, sizga yordam beradi. И mana buni уже sotuvchi deb bilsa bo'ladi. Просто oddiy magazinda o'tirib sotayotgan odam, u sotuvchi emas, u kassir. Вот. Keyingi eng главный patternlardan bittasi, noto'g'ri patternlardan bittasi bu sotuv deb tushunishadi. Sotuv bu odamga bir nimani tiqishtirish, mana shu narsa deb tushunishadi. Bu yomon. Точнее, noto'g'ri. Jalb qilish, вовлечение против манипуляции. Buni antonimi bor. Jalb qilishi antonimi bu manipulyatsiya. Manipulyatsiya boshqa narsa, jalb qilish boshqa narsa. Odamga tiqishtirish boshqa narsa, odamni jalb qilish boshqa narsa. Farqi bor shu narsalarni. Nima deb o'ylaysizlar? O'zingizlar uchun bitta javob berib ko'ringlar. Manipulyatsiya bu oson. Agar foydasi faqat sizga tegadigan bo'lsa, bu manipulyatsiyaga kiradi. Agar klientga, mijozga yoki opponentingizga, kimga bo'lsa ham, kim bilan ish olib borayotgan bo'lsangiz, unga foydasi bo'lmasa, faqat sizga foydasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha bonusingizni olasiz, anaqa nimadir sotuvga oyligingizni olasiz, itagdalik shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yoki qaysidir g'oyangizni sotayotganingizda faqat o'zingizni foydangizni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu manipulyatsiyaga kiradi. Bu уже negativni tiqishtirishga kiradi. Agargina jalb qilishda o'zaro foydali bo'lsa, взаимно выгода bo'ladigan bo'lsa, bu уже jalb qilishga kiradi. Bu negativni narsa emas. Unga u odamga ham foydali, qanaqadir muammosini hal qilib beradi, problemasini beradi siz taklif qilayotgan narsangiz, и sizga ham foydali. Tam oylik olasiz, bonus olasiz yoki qanaqadir aplodisment olarsiz bir xil paytlarda. Mana shu narsa bilan ajratib olsa bo'ladi. Jalb qilishi manipulyatsiyani, nima negativni emasligini. Endi manipulyatsiyani jalb qilishda ham ishlatsa bo'ladi. Допустим, jalb qilayotganingizda qanaqadir manipulyatsiya ishlatsangiz ham bo'ladi. Ozgina sal noto'g'riroq bo'lishi mumkin. Endi etически o'zingizning insofingizga qarab turib, bir xillari odamga sotish uchun ozgina nimadirda kichkina yolg'onlar ham gapirib olsa bo'ladi. U endi o'zingizning insofingizga qarab, odamga foydasi bor, siz foydasi borligini bilib turibsiz, uni problemasini решить qilishini bilib turibsiz, o'sha yerda ozgina manipulyatsiya ishlatib o'tadigan bo'lsangiz, u ham jalb qilishga kirib ketadi deb tushunaman, deb o'ylayman. Вот, sotuv nimaligini tushunib oldik deb hisoblayman. Keyingi videolarda shu sotuvni qanaqa qilib qilish kerakligini, formulasini yoki texnikalarini bitta o'rganib chiqamiz.